Misollar to'plamdan masalalar ichida bor savol. Demak, ko'p o'quvchilar bundan xato qiladi. Qarang, 59-misol ABCD proporsiyaning hadlari. Ya'ni bu o'zimizdan kiritdik. Lekin masalan boshlanishda aytgan. Proporsiyaning 3 ta hadi degan. Proporsiya 3 ta son bilan proporsiya tuzib bo'lmaydi. Proporsiya faqat 4 ta son bilan bo'ladi. Tushunarlimi? Proporsiyaning o'zi ma'nosi nisbat degan ma'nolarni beradi. Ikki nisbatning tengligiga proporsiya deyiladi. Ana shu ABCD deb olamiz. Shuning dastlabki 3 tasini yig'ib 28 ga teng degan masala sharti. Endi aytayaptiki, ikkinchi hadi birinchi hadining 1/2 qismiga teng. Uchinchi hadi birinchi hadining 2/3 qismiga teng bo'lsa, proporsiyaning oxirgi hadini top degan. Aynan 4-sini top demagan. Oxirgisini top degan. O'quvchi o'ylaydi, oxirgisi C bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Yo'q, oxirgisi D bo'ladi. Demak, buni ishlash uchun biz B ni o'rniga tak bir nomalni olib kelishimiz kerak. B ni o'rniga A taqsim 2 ni mana bu yerga keltirib qo'yamiz. C ni o'rniga 2A taqsim 3 ni bu yerga keltirib qo'yamiz va A normal metina bo'ladi. Demak, yozamiz. A qo'shilgan A taqsim 2 qo'shilgan 2A taqsim 3 teng 28 ga u mahraj bersak, bunga 6 ta, bunga 3 ta, keyingisiga 2 ta va keyingisiga 6 ta. Shunda 6A, 3A qo'shsak 9A, bu bilan 10. Ya, 9 ga 4 tani qo'shamiz, 13 A. 13 A teng 6 kara 28 ga. A ni topsak 6 kara 28 taqsim 13 holatda keldi. Ana endi proporsiyaning oxirgi hadini topishga qaratamiz e'tiborni. A taqsim B, C taqsim D ga teng. Shu yerdan D ni topsak, D bizaga B ko'paytirilgan C taqsim A bo'ladi. B ni o'rniga buni keltirib qo'yamiz. A taqsim 2, C ni o'rniga buni keltirib qo'yamiz. 2A taqsim 3 taqsim A. Shu yerda A bilan A ni qisqartirsak, 2 bilan 2 ni qisqartirsak, bizaga A taqsim chiqyapti. Davom etamiz. A taqsim 3 teng A ni o'rniga buni yozamiz. 6 kara 28 taqsim 13 ko'paytirilgan 3 deymiz. 3 bilan 6 ni qisqartiramiz. Bu yerda 2 qoladi. 2 ga 28 ni ko'paytirib 13 ga bo'lamiz. Natija 56 taqsim 13 degan javob chiqyapti. Misol shunizdan o'qishlar. Shunizdan misol mana shu tartibda ishlanadi. Buni yana qaytadan o'z ishlang.